Rahmat aka, sizga zo'r sovg'am bor. 8-marta menga sovg'a bermasangiz, men sizga bayramsiz ham sovg'a beraveraman. Qanaqa baxtli erkaksiz deyman mana, oy. Ochib ko'ring. Eng trenddagi atir, eng trenddagisi. Qishda eng trend edi. Qarasam hidi hali ham zo'r ekan. Men ham oldim senga. Molodis. Yo'qoling, mana oching. Oching mana, oching. Shunaqa yoqdi hidi. Ochib ko'ring, hidini o'zingiz aytasiz. Chestni 30 deydi-ku. Buni birgalikda ishlatamiz. Bilasiz, har doim o'zimni ham, sizni ham o'ylayman. Buni birgalikda ishlata olmaymiz. Oching, bu nomini ko'rsating bitta. Vo deng. Dubayskiy. Ko'rdinglar, qanaqa yaxshi xotinman. Bayram bo'lmasa ham xo'jayinimga shunaqa zo'r sovg'alar qilib turaman. Zo'r? Yoqdimi? Zo'r ekan. Yoqdimi? Peshini o'pib qo'ymaysan? O'pib qo'ymaysan peshinani. Rahmat. O'zi, menga yana podarka berishdi. Mana buni ichida Murodkifdan menga podarka berishdi. Bunisi mayli, Murodkif menga yana bitta podarka berdi. Rahim aka, oyimga ham nam yo'q qildim, sizga ham nam yo'q qildim. O'sha nam yo'qlarimdan boru tilim jingalak bo'lib qoldi. Hozir xuddi bilishgandek Dyson podarka qilishdi. Dyson 2000, hozir $750 ga tushibdi. Конечно, bu original emas, birga bir kopiyasi. Menga podarka qilishdi, shunaqa xursand bo'ldim. Ochmasdan olib keldim, siz oldingizda ochay dedim. Xudo xolasa, ertaga Dysonga sochimizni qilamiz. Nechta nasabkalari bilan mana. Rahmat, Murodkif, juda ham xursand bo'ldik podarkalar.